3000 yil ismi Xorazmni 3000 yillik tarixi ega ekanini kim isbotlaydi? Xorazm so'zini eshitganimizda faqat viloyat haqida o'ylaymiz. Aslida u piramidalardan ham qadimiyroq ekanini bilarmidingiz? Bugun aynan 3000 yillik sivilizatsiya haqida sizlar bilan gaplashamiz. Arxeologlarning fikrine göre bu hududda miloddan avvalgi 3-2 ming yilliklarda odamlar yashagan. Miloddan avvalgi 6-4 asrlarda Xorazm mustaqil davlat bo'lgan. Aynan To'proqqal'a Xorazm davlatining poytaxti bo'lgan ekan. Sovet davrining mashhur arxeologi Sergey Pavlovich Tolstov aynan Xorazm arxeologiya ekspeditsiyasini tashkil qilgan. 1937-1969 yillar oralig'ida Xorazm vohasida olib borilgan yirik qazish ishlari bilan tanilgan inson. To'proqqal'a qadimiy poytaxtlardan biri bo'lganini, bu sivilizatsiyada yozuv ham mavjud bo'lgan va u o'zini xos belgilardan iborat ekanini ushbu mashhur arxeolog ta'kidlagan. Bu hududdan saroylar, mudofaa devorlari va diniy ibodatxonalar aniqlangan. Miloddan avvalgi 6-4 asrlarda Xorazm Eron Hamoniylar imperiyasi bilan yaqin vaqtda aloqa qilgani va ko'p hollarda mustaqil holatda turganini Behistun bitiklaridan ham uchratishimiz mumkin ekan. Zardushtiylik dini va qadimiy hududlar haqida ma'lumotlar juda ham ko'p va men buni sizlarga keyingi videolarimda so'zlab beraman. Undan oldin siz bilganlaringiz bilan kommentariyada bo'lishingiz mumkin va bu voqea tarix darsligi emas, balki bir tarixni o'zi ekanini isboti bo'ladi.